Nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak? Nima yaxshi, nima yomon? Mana shu tushunchalar 5 yoshlargacha yozib bo'linadi. Lekin afsus, birodarlar, mana shu eng 5 yoshgacha bo'lgan umrida ota-onalar farzandlarini beparvo tashlab qo'yadi. Yaxshilari nima qiladi? Bolalar bog'chasiga olib borib beradi. Bo'ldi. Tarbiyasi shu bilan nima bo'ldi? 100% bo'ladi endi. Zo'r tarbiyasini qo'yib borib berdik, endi tarbiyasi 5 bo'ladi. Pushti kamaringdan bo'lgan farzandingni injiqligiga toqating yo'q. Unga tarbiya bergani sabring yo'q. Sen o'zingni bolangga shunaqa ish qila olmayotgan paytda bog'cha opa shu tarbiyani bera oladimi? Bera olmaydi. Bera olmaydi. Albatta 10 ta 20 ta bolaga qarayotgan bog'cha opa bolalarni shovqin-suron tinchlashligi uchun baqirib gapiradi, so'kadi, kerak bo'lsa qo'rqitadi ham. To'g'rimi?